Bo'ldimi? Tovarlarni jo'natyapsizlar? Ha. Qancha bo'ldi? Qo'y izalladi. Olib ketdimi o'zi o'sha mahsulotni? Ne olib ketmaydi? Yo'q. Qaramsanlarmi uni? To'g'ri-da. Tezlashtirlaring bo'la qol. Yo'q. Mashaq odamlar ham bor-ku, qarang. Odam mazhabini biz. Qanaqa odam? Ma'qullar sizlarga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men sizlar ishxonaga ishga kirmoqchi edim. Hozir bo'sh o'rin yo'q-da, aka. Shunaqa qilmasangiz bo'ladimi? Mayli, endi bo'sh o'rin yo'q bo'lsa, qorovul qilib bo'lsa ham olaylik. Bergan oyligingizga ishlayveraman. Qorovul shart emas bizga. Yo'q, oysizmi qorovulchilikka? Yo'q. Hamma joy to'la. Kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Bo'pti, bo'lmasa. Bo'pti, salomat bo'ling. Qolmay yaxshimisiz? Assalomu alaykum, keling. Ha, aka, qalay. Bo'ldimi? Oladigan bo'ldingizmi? Aka, hozir kayfiyatim yo'q. Qo'ying. Ha, oynalar sindirib ketishibdimi? Qaysidir qo'l singir sindiribdi-da. Hozir asabdaman, qo'ying, aka. Ahmoq-da. Ha, endi qorovul olish kerak-da, o'shanga. Men o'shani kecha keldim. Olasizmi endi? Aka, kech qoldingiz. Men o'sha ishchi olib qo'ydim qorovul. Nimaga olarkansiz? Men shunaqa yugurib harakat qilsam-da, siz olib qo'yasizmi boshqalarni? Siz qanaqa yugurib harakat? Nimani harakat qildingiz? Kecha ham keldim-ku men qorovulchilikka oling deb. Men o'zimni jiyanlarim ham ishsiz yurgan ekan, o'shalarni oldim, aka. 3 odam olsizmi? Olib bo'ldim. 3 yil jiyanimni olib bo'ldim. Endi men ana qilib siz Boshqa bilan harakat qiling, aka. Salomat bo'ling. Bo'l. Ancha yugurib yurib xizmat qilgan men bo'ldim. Boshqa yil ketdi. Zato odamlarni ish bilan ta'minladim men. Qoyil katta ish qildim lekin.